Kechada oldin kuni kechqurun gaplashuvdik-ku. Nima haqida? Eslolmadingizmi? Ha, bunaqa odamda solmani qilib ketganlar bo'lsa, kelib yana qilishganda taniyman-da, yuzlarini eslab qolmayman. Qaysi birini yuzini eslab qolasiz? Yo'q, mansiz qilmas. Qilayotganda keyin eslayman, любойini deng, klientlarimni. Qilmaganmiz? Yo'q, unaqa emas. Tilshunoslardanman. Aylanib ketdi. Tilni bitta ko'rsating, jonka. Qayerligiding? Sirdaryo. Yo'q. Sen vaqti O'zbekiston tomon haqida gapirma. Qayerligiding? Ambet? Afrika. Sen o'zbek, qirg'iz, tojikistonman dema. Chort. Tanchimchasi o'zini quttaqdan olsadi, haromi. Afrikadanman deb, to'xta billahi, impotent. Sen ana tilingni qo'taq deb o'ylaysanmi? Va maytda bo'ladi u narsa, maytdan qilish kerak-da, u tildan emas. Sen соображать qilasanmi shuni? U ovqatlangani mana u. Pastdan qilish kerak. Mazzayu yo'qadi. Pivicha o'tirgan paytingiz. Yo'q, mayli, menga o'ylama. Просто по-братskiga aytyapman-da, mana tilda qo'taq pastda bo'ladi. Sen cho'ta orientirovkangni yo'qotgansan-da, shu. Yo'qotdi, nimaga hammaga har xil. Keyin ovqat ham yeysan-a? O'sha yerdan ovqat ham yeysan-a keyin? Ovqat yemaydi-yu, ozman yeydi. Ha? Uni ham o'sha yerdan pitatsiya qilasan? Ovqatni ham. Keyin ana bola chaqani ham o'pib qo'yaverasan ora-orada. Yaxshi ekan ishing. Bo'ydami? Yo'q, sen uylanmasang bo'laveradi o'zi. Men uyimga kelib yashasang bo'lmaydimi? Boqa olasizmi? Itam boqyapman-da, bir stakan shakar sepsam 2 soat yalayapti. O'sha shakarni rasxotini sani boqaman-da. Какая разница? Itim bilan, ovcharkam bilan bir xil ish qilasan-da. Holating bir xil. Bo'lardimi? Nima demading? Dahshatda ammabsiz. Hamiz yalab shimsamni. Og'zingga siyvorsam ham bo'laveradi, bab живой unitazsan-ku sen. Ha. Yana bitta ana dugonalarimni chaqirsam, o'ptim hammanikini yalaverasan-a? Chonka? Gruppovoy. Hammamga ochib. Bitta yigitingizni chaqirsangiz, ko'tingizni yalab turaman. Yo'q, kim bo'lmasa menga kelishaylik, meni qilgan qo'taqni sen shimib qo'yib, nima demading, jonka? Sizni sikib tursa, ko'tingizni yalab tursam zo'r. Yoqadimi shunaqasi? Yoqadi. Aynan. Qachon kelasan uyimga? Kelmasan chaqiray, uyimga kel. Toshna kelaversanmi, ko'rishalamizmi? Qachon bo'ladi u vaziyat? Qachon kelasan yonimga? Keyin? Otpuska olsam chiqolaman, otpuska olmasam chiqolmayman. Nima ish qilasan o'zi otpuska olgani? Omyalar bo'lsang, omyalashdan ham otpuskani ham talpayyu. Nima ish qilasan o'zi? Aytdim-ku, ovqat pishiraman deb o'tgan kun kechqurun gaplashdik-ku. Voy baland. O'zingga o'xshaganman-ku, partnyorlaring ham mana yoningda hamma po'g'irlashni hammalarni yalagan, shimigan. Menga qara. Russkiy kuxnyada ishlayman. Yalaysan-ku? Orqaga ham qildirishni o'ylab ko'rganmisan? Yo'q, faqat prosta kino ko'rib qiziqib qo'yaman. Bir ko'tingga ham xo'p deb ko'r. Biznes. Prosta bir kelishgan qiz bo'lsa deb qiziqib qolganman deb. Нормальный biznes u ham. Ko'tga qildirsang ham ne ko'tlar? Yuribdi boshini ko'tarib. Sani ham o'zim deb boradi-da. Hozirmanda, hozir sen restorandanmisan, nimadasan? Kafemi, restoranmi, nima ishlaydigan joying? Shuni ayt. Russkiy kuxnya.
Вот o'sha kuxnyaga borib turib, brat, porsiya plov daychi deydi-yu, sani ko'tligingni bilmaydi-yu, yanaqaligingni bilmaydi-yu. Misol manaqada sandaqalarim taxviyada ichimizda. Misol men aka deyotgan ko'tdir, opa deyotgan g'ardir. Mало что да это в жизни. O'shuning uchun anaqada sразу ochiqchasiga bunday, "Kel biznes qilamiz, men seni ko'tingni pullayman." Gruppovoyga odam chaqiramiz. Sen menikini yalaysan, seni ko'tingga qilishadi. Kel ochiqchasiga, nima keragi bor anu? Palon, pismadon. Birorta adminlarga aytganman, iltimos qilganman, veginet, ruchka qilmaylar. Keyin ikkalamiz biznes partnyor bo'lamiz. Nima demading? Bilmayman, ko'raman. Hozir mana kamerani ocha olmaysan, yuzingni ko'rsata olmaysan. Qara. Mani Yo'q, ochyapman, ochilmayapti-yu. Ko'tingga qo'lingni tiqqan ochiladi dedim. Ixlos bilan bir ko'tingga o'rta qo'lingni tiqqan kamerang ochiladi. Hamma gap ko'tda. Men seni o'zim ko't qilaman. Sen pizdes, sen pizdes ko't qilaman men, ishon. Vashi nomeraning ko't bo'lasan. Ishon pizdes. Moskva Любой ko'chalarida biznes qilasan, ishon. Bir yalagan bilan, yalaqi bilan ko't bir xilda. 10 yalaydigan bilan 10 yalading nima? Ko't sotding nima? Ikkalamiz biznes qilamiz. Biznes partnyor bo'lamiz. Ayollar ovqat pishirib yurasanmi, kuyib pishirib, russkiy kuxnyada tam borsh, shi. Naqring keragi bor? Qarab, normalniy biznes. Shunday to'nqayasan, ko'tingga shipaq, tilingni chiqarsan, og'zingga o'tirishadi, bez. Problemda. Nima demading? Farqi yo'q, ko'ramiz-da. Mana biznes, yaxshi o'ylab ko'rgin-da. Agar o'lib ketmasang deyman-da endi. O'zingga berasizmi? Hayotda har narsa bo'lishi mumkin. Men o'zim boshlayman. Yaratasizmi? Seni o'zim boshlayman seni. O'zingga ham o'zim beraman. Ko'tingga ham birinchi strapon bilan men ochaman. Men birinchi o'zim boshlashim kerak, harom. Shunday biznesni boshlab turib birovga qildirmayman-ku, to'taqbet. Men o'zim qilaman birinchi. Kattasidan zakaz qilamiz. Anundan, Valbersdan, Amazondan o'zim seni yaxshilab keyin qo'shaman birovga. Birinchi bizda, keyin boshqalarda. Avval bizda, keyin boshqalarda. Jonka? Sen taqdiring shu, sen davno rozi bo'lgansan. Bu kuxnyalarda yurma, katkir cho'mi tushib. Sen ko'tligingni tan olaver. Qo'y, nima qilasan? Biz kastim shumam kiyma. Bir ko'tlarga, nima? Ko'tlarga asobiy kiyim chiqmay, bilinib qoladi-da, asobiy kiyim. Bir xil ko'ylakdan kiyib yuramiz. Nima demading? Ana erkaklar shimi bilan futbolkasini. Yo'q, biz kelishib ol. Sen bilan hozir biz to'rtta bitdingiz, men sen bilan biznes reja tuzyapman. Sen ana erkaklardan kostyum shimlarini kiyib xor qilmaysan. Men o'zim senga koftichkalar beraman, takoy zo'r. Kiyib, maza qilib. Men to'tasan sen ham. Yalasang ham to'tasan, ko'tingni siytirsang ham to'tasan. Bir xil yuramiz, dugosh bo'lib. Ikkita tuxumingni sotamiz. Tuxum ham yaxshi pul. Ikkita tuxumingni sotamiz. 75 dan 150 bo'ladi. Keyin Tailandga borib, mashta ham qo'yadi, tekindan bir somsa qo'ydirib, g'om yaqsan ham bo'laveradi. Buni erkak bo'lib endalik ko'pchilik diqqat qilyapsan-da. Shu yalagan bilan ko'tdi nima, urug'ini bir xil deb ishtayt qilaman-da men. Nima demading? Roziman ekan. Yalagan bilan ko'tga siktir. Bo'ldi? Qachon kelasan yonimga, jonka? Ko'raman-da, kunduz kuni boraman, kechasi boraman. Birontasini veginet qilib, ruchka olmanglar. Iltimos qilaman. Qachon ko'rishamiz? Seshanba kuni? Seshanba ko'tlardi kunimi? Kalendarni haftani seshanbasini o'chirib yuboraylikmi? Seshanba, chorshanba qilmas, hanga nima u? Dushanba og'ir deyishardi. Sen shuni seshanbaga aylantirib yubordingmi? Jonka? Shundami o'zi? Seshanba dam olish kunimda. Nimadan dam olasan? O'yalaydigan kunim degan seshanbani. Yo'q, haftada bir kun damda. Nechtanikini yalagansan, jonka?
Bilmayman, 3-4 ta. Hozir shunda men 5-chisimi, 6-chisi bo'lamanmi, harommi? Ko'tingni nechtaga bergansan? Berganim yo'q hali. Men qilaman. Men yoshi salimda ko'zingdan salimda yani iskra chiqadi. Men ham birinchi ko'timga qildirganimda shunaqa bo'lgan. Kunduz kuni qildirganman-da, ko'zim atrofida yulduzchalar paydo bo'lgan. Keyin salimda o'tirganimda jicha og'ritadi, yaxshib ketadi. O'zim qilaman. Hech kimga bermay ko'tdi, o'zim qilaman. Bo'ptimi jonki? Strapon bilan bo'lsa ham o'zim qilay jonki. Bo'ptimi? Xo'p. Nechiga kirgansan? Yashagan umringizga nechiga kirgansan? 25. Hay yashamay yur. O'sha kun dadang uxlab qolsa bo'lmasmidi? Shu onangni o'miqichi uyg'otganda, bir bo'lmagan spermadan bo'lgansanda, dadangni planida bo'lmaganda, o'sha kun o'zim sikish. Prosta uxlash bo'lgan. Shu onangni o'miqichiga harom sukani turg'izgan, mana shu narsalar qilib to'taq ambet bitta ko'tdi bino. Sen ham hozir bitta pasportni egallayapsan-da, ishon. Bu O'zbekistonda bitta pasportini nima shu pasport berayotganda shu yalash palash ko't degan ekzamenlar yo'q. Sizlarga bir asosiy pasport bersa bo'lmaydimi? Plan O'zbekistonda yashil pasportini sizlarga sal havorangroqmi? Ekan. Qo'tiz bilan bizni bir qilib shunaqa yarayim ketdi. Sen o'zing Qashqadaryodanman dedingmi? Nima Toshkentcha sayt qilyapsan? To'xta. Shevingga sikay, o'zingda bo'lib gapir. Ambet. Aytmanga o'rtagarchilik qilmay, qivot, tikivot, ovotdi desang nima, men otga kelib tulardim nima? Hozir cho'qinaman senga, pu senga o'zi. Короче, boru, dadang tirikmi? Paxan tirikmi? Срочно telefon qil, nimaga o'sha kun onangni qilgan? Keyin qayerga qilgan? Kallingga qo'ttaq, siqirt. Yalamay yul yashagan umringga sikay. Gimdon.